Tunji asri. Bu necha yosh vaqtingiz? Bu balkim 14-15 yosh vaqtim bo'lishi mumkin. Shapkin nereden topgan? Yarışıp doğan lekin. lekin. Ashta yurish Shushan moditi. Moda. Lava işte. Shu mushlar yurib aran o'rib qilgan Shapkin. Mao 91-yilda resmimga. 91-yil biz maktab bitirganda bir qatam qanagan. Shu qonni berib bo'lib xotir uchun tushgan suratga. Mushu qon berishdan keyinla yilqi tunji itotingizni sahnaga olib chiqdingizmi? Qaysindaysiz? Yilq tunji itotingizni mushu qitimli qon berishdan keyin. Men buni oldida o'ynagan. Men tunji qitim o'ynagan itotim. Ha. Ben 91-yili o'qishib turdim, 90-yil o'qiyotgan vaqtimda balkim tomoshabinlarning esida bo'lsa kerak. Rona markalik Jusaymonsi degan itot bilan sahnaga chiqdi. İnsanlar keldimi? U vaqtda o'rukdim chachlarim uzun. Ashta depamsan tomoshabinlar sevmaydi aqchon. Abkerim kaq. Qaysar Habibullah shikilla davrda shundaq-ku. Mendan kichikmiki bu? Davrda shikisi. Unda bo'lsa shu vaqtda sizga qanday ta'sir qoldirgan? Biz qanda davrdosh bo'lamiz, bu tushunmaydi bir narsani deb ketganingizganda. Qaysarkam cho'ng buni. Yo, Qaysarkam Men cho'ng. Ha, cho'ng. Men cho'ng. Unda bo'lsa sizga qanday ta'sir qoldirgan? Siz bir yilqi peshqadam san'atkor bo'lish sifatingiz bilan, ustoz bo'lish sifatingiz bilan Rona markalik Jusaymon tishu. Ya shu Rona degan nimati ben rostga qilsam uqolmadim. Asli Rona degan Uni naf qilman. O'sha vaqtda tug'ilmagan kichik deyman. O'sha vaqtda menchilik va deb deydi. Men menchilik deydi. Bishik. O'zingizdan ego chiqishdan kelib yuribdi. U degan o yilqinda chashuydigan sopon bir hamma narsa bor narsa. Televizorda berib tashu e'lon. Mana. Bu kiyvag'ingiz hip-hop ishtankan-ku? Ha? Mayada tumam bergi. Kiyvag'ingiz hip-hop ishtan shu. Bo'ldi ekanman, hali o'sha ekanman. Rasmiy moda vaqtlar o'tganda. Tunji sirim shu Rona markalik Jusaymonsi vaqtida mana shu televizorda yangi taxmi shu e'lon chiqishga boshlab, shu vaqtida yozgan itotimdi. Bu asli Rona markalik atir sopon deb bir soponni e'lon qilgan. Səhərinin məyin şamlı saçlarımni yelib ötdi. Rona markalik atir sopunning mezlik burg'i meni tushdan o'yg'otdi degan bir shu sopingan to'q. Men uni Rona markalik Jusaymonsining mezlik burg'i meni tushdan o'yg'otdi deb o'zgartib shu vaqt kirgan. Shuni boshlangan. Lekin mening ismim qolgancha Rona markalik Jusaymon. Atir supim rosti ism yo'q gajimo mening. Ta'sirdaysiz qanday bo'lgan? Shu ko'chalarda Ya o bek o ketgan. Chunki men davrdash emasman. Shu yoqlarda oshxonalarda hammamiz oshda deb sotadigan vaqt. O Rona markalik non, Rona markalik manta, Rona markalik laqma, Rona markalik nima yana bir narsa bor. Men chiqib Erdo'jo'dan o'tsam, meni ko'rsa Rona markalik paypoq deb paypoq sotadigan. Shuningdan boshlandi hozir gapni shu Rona markalik Rona markalik Jusaymonsiga kelsak, vaqtida men bu itotni o'zim yezib shu vaqtning sharoitida Avaxonit, Shavkat Muhammad qatorliqlar shu e'lonning so'zini o'qganda men Atoytin sizlarning shu tarjima bo'limiga chiqib, shuning asl tekstini ilib shu tariqada o'zgartib yozgan. Biz shu vaqtida xalq teatrida 3 maydon o'yin qo'ymoqchi bo'lib, men o'zim yozgan narsaga ko'nglimda son yo'q. Shu tomoshabinlar nima deb qolar, men tillab ketaman, bak lavzi bir itot topdi deb qolarmi deb o'ynashga jur'at qilolmagan. 3-maydonda nim bo'lsam bo'ldim, oxirgi maydon bo'lgandan keyin bir o'ynab qo'yib oynasam, o'ylamgan yerdan shunday qiqas chiqqan chiqadi. Qo'bul qildi shundaqmi? Rona bir qizg'ilib qolib ketdi shu vaqtida. Shundan keyin bu o'yinnimi necha yildami shu Oktyabr traktor zavodi deymiz, Ittifoq teatri deymiz, 3 maydon hatto Janub Shimol Shinjongning hamma yerlarida shu Ronaninki shu itotning ta'siri bilan biz o'yin qo'yib kelgan. Shuning bilan boshlandi. Oradan hozirgacha qancha yil o'tdi? Balkim 21-22 yil bo'lgan. 21 necha yil. Ammo hozir shu itotni ko'rsangiz o'zingiz qanday baho berasiz? Abay qarasindek bo'la. O'zimni hozir ko'rsam, bu san'at degan kasb bir umr pushaymon bo'lgan kasb. Ras. Chunki biz bir qatimlam, masalan, itotni o'ynaymiz, ikkinchi qatimdan tusilish fursati yo'q. Biz o'zimiz ko'rgan degan apla, ayan anda o'ynasam bo'pti, mayan anda o'ynasam bo'pti deb biz pushaymon bo'lamiz. O vaqtdagi nasldan hozirgi selish to'g'ri bo'lmaydi. Osmon zim farq bor. To'g'ri. O'zingizga nayti qattiq talablik bilan baho bersiz, shundaqmi? Doim ham men texim yaxshi qilsam bo'ladi, buningdan yaxshi bo'lsa bo'ladi deb. Chunki endi ma'no nisbatan aytganda o'zimdan sirt tomoshabinlarning bizga bo'lgan besimsal chunqur. Unisiga meni itotlarimga tomoshabinlarim ko'nib qoldi. Endi har yili shu bir kechilik o'tkazmasam bo'lmaydigan holat kelib qoldi. To'g'ri. Chunki men hozir podqalqning o'tirda mandaj aytganda qizil chiroqninki seriq chirog'ida. Keynim genishga fursat yo'q, cho'qim oldim qarab menishim kerak. To'g'ri. Biz madad beramiz, shundaqmi tomoshabinlar? To'g'ri. Rahmat. Mushu tomoshabinlarning chavogidinli shuni bilalaymiz. Qo'rdoshlar, tomoshabinlar, ko'rurmanlar,
sizni mangu qo'llaydi. Rahmat. Mushu tomoshabinlarning qo'llashi badliga mana bugun haqiqiy bir Abdukarim Abduzolov tiklanganligimga mush tomoshabinlarga yana bir qatam rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat. Hayotning shu 20 necha yil vaqt o'tdi dedingiz. Mush 20 necha yilning ichida necha qatam itot kechilik o'tkazdingiz? Sani esingizda? Kechiliklaringizdan. Kechilikni cho'ng tutib kerak o'tkazganim hozircha 6 go deyman. 6 qatam. O'zingizning itot kechiligidan 6. Ha. Lekin uning oldida o'ynagan etotlarim qilijiq. Etotlarjiq hamda kechilikning soni 6. Tomoshabinlar bunda o'ylaydiki, pul degani shunchalik tepat deb. Hozir shu ikki qiz o'yab qo'ydi, maxsus pul qo'ydi hanga. Pulning getishi. Ma Urumchida yo'q ekan sizda fikam, ha? Biz 2 yil oldi etot kechiligi o'tkazib biz foyda topmadik. Bizning shu Dovban deydigan narsa olib ketgan yo'g'i bizga foyda yo'q. Men eng oddiysi 2011-yillik mush kechiligimni misolga olsammi, o'zimning uydan boshqa yerda men jingban haqiqatda ko'rib boqmadim. Shu e'longa jiqroq chiqamsak a? Rahmat. Naq joyida dedingiz. Chunki e'lonning dobini yo'q. Men hozirga e'longa chiqmasam, bir odam doban qilib bozorda Abdukarim Abduzning e'lonni tepish qo'yib deb sotqini ko'rib boqdim. Yaxshi. Chunki e'lon necha vaqtdan beri men e'lonni so'kdim emas, e'lonning ichidagi ba'zi tetqiqsiz e'lonni so'kdim. Bunda deb o'zimni aql olmoqchi emas. Undan keyin menga nurg'un tijoratchilar, nurg'un odamlar menga iddiy xizmat ishildi, men o'zim o'ylandim. To'g'ri. Siz har qancha yaxshi bir oltinni shunchalik chiroyli bezab, shunchalik chiroyli bir narsa yasang. Lekin siz uning hech qanday e'lon bermang hozirgi bu davrda. O baribir joyi turib qoladi ekan. Demak, biz o'sha tijoratchilar bilan vaziyatda biz tashviqotchi, shundaqmi? Hamkorlashib, o'g'lining mahsulotini biz tanishtirib berdik ekanmiz, o'g'lining shirkat taraqqiy qildi ekan, shirkat taraqqiy qildi degan gap nurg'un bizniki ishchi xizmatchilarimiz ashaning ko'paydi ekan, ishsizlarning soni ozaydi ekan. To'g'ri. Boyaq so'lning keyin e'longa necha puldan chiqyapsiz deb. Aba his qilib bo'lgan jinniqas chaptildi deb men barimni o'stirmoqchi. Hem kendi uluydan ondan sonra. E'lon necha pulga chiqyapsiz? Tepem. Yanmayman. Ha? E'longa necha pulga chiqyapsiz? Ya hozir men e'lonning pulini demayman afkon. Bu maxfiy turibdi. Pulbekchi qadam bo'lib kelsa, qizlar kendi mang'adigan bo'lib qoladi degan eshitdim. Ha, bo'pti. Mayli, menimcha ham e'longa jiq chiqing, oz chiqing. Qanchalik jiq pul topsangiz, o'zingizni texnik mukammallashtira olasiz. Chunki texnik oliy bilim yurtlarida shu pul orqali o'qiy olasiz, to'g'rimi? To'g'ri, shunday. To'g'ri. O'zingizga baho bersiz. Baho Abay bergan baholaringizdan kam qolgan yerlar bor bu Abdukarim aka. Men o'zimga nima deb baho bersam bo'lar? Eng yaxshisi men o'zimga bergan bahodan, mush tomoshabinlarning bergan bahosini men eng cho'ng bilaman. Chunki rahmat. Tomoshabinlar yo'q, Abdukarim Abduz mangu mavjud bo'lib turolmaydi. To'g'ri. To'g'ri. Tomoshabinlarning bahosini bir anglab boqsak qanda. Assalomu alaykum Abdukarim aka, yaxshimisiz? Davr klubi bilan haqliq sizda ish ko'rishganligimizda intayin xursandmiz. Biz sizningki Raskarning asab degan epizodingizni nihoyat yaxshi ko'rdik. Endi u epizodki so'zlarni sizni qanday yodlab bo'lgandi deb o'ylayman. Bundan keyin texnik yaxshi epizodlarni ishlab xalqimizga sunishingizni umid qilaman. Assalomu alaykum Abdukarim aka. Siz hozir balkim Davr klubida ziyoratni qabul qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Uzun bo'libdi siz Bejonga o'qish ketgandan buyon Bejon yerim sarab ketdi. O'qish ketgan bilan paranglashmayapti, fikrlashamayapti. Hammamiz sizni shunday sig'indik. Yaqinda sizni qaytib keldi deb men bu yerda ko'rishayotgandim, shu siz to'g'riliq sizni ziyorat qilmoqchiga azroq so'zlab bersam deb desam nurg'un gaplarim bor, demayaptim aqran. Lekin bilasizmi mening sizga nimalarni deydiganligimni, ishimizning nima deyishdiganligini siz nihoyat yaxshi bilasiz. Men gapni qisqa qilay, ko'pchilikning vaqtini olmay, sizningki Bejonda yaxshi o'qib, Shinjonga yaxshi yangi bo'lgan bilimlarni olib kelishingizni umid qilaman. Hamma men shu san'at institutini bitirib, sizdagi bir yaxshi ustoz, yaxshi hamkorlashuvchini tepib, birga san'at hayotini boshlaganligimdan nihoyat xursandman. Bundan keyin ham bu san'at hayotimda siz bilan davomli hamkorlashishni umid qilaman. Bundan keyin sizning ijodiyat, san'at hayotingizga zo'r utuqlarni tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat. Mening bilishimcha, mush 6-oyning ichida siz bu yillik kechilikningiz bilan tang Turpandagi Anarxon kino filmida tang rol olibsiz. Mush bir oyning ichida. Menimcha bir artist nisbatan ish kishini bundoq muvaffaqiyatli qilib berish menimcha o'ng'ay emas. Mush jarayonlaringiz ozroq so'zlab bersangiz bo'ladimi? Men bu yil 4-oydan boshlab
Taki hazırgıça özümün uyda to'liq 15 gün tuğa vaqtim yo'q. Chunki 4-chi oy ichida biz filmninki tayyorlik xizmatlarini ishildik. 6-chi oyning 1-chi kunisi naq meniki 2011-yil etot kechiligimni qilganga 2 oy burun, 1 oy burun torda xabarlar chiqib bo'lgan, ham oldin bilasib bo'lgan. Anarxon filmininki kechki sababidan onu 6-chi oyning 1-chi kuni boshlaydigan bo'lib qoldi. Har ikkisi bir kunda. Onun ustiga birisining o'rni Turpanda, yana birisi shu naqmish qolibdi. Biz 6-chi oyning 1-chi kuni men atigan soat 4:30 da o'rnimizdan turib, kech soat 5gacha shu rolni ilishim kerak. Ben onun ustiga rejissyorlik yolvorib yurib, dal 5 tugatdim. Tugitib, o'zim mashina haydab, boshqa mashina haydasınız, o'zim xotirjam bo'laman, xuddi bir yo'lda ish chiqib qolgandek, tomoshabinlar meni saqlab qoladigandak, ashunday hissatda o'zim o'sha 7 dan 10-15 o'tkiz kelib, o'zimning kechligini tugitib, yana kechda Turpanga mashina haydab ketib, yana ertasi etganda ishlab 7 kun 2 soat, 2,5 soat atrofida qildim desam bo'ldi. Shu bir kunning ichida? Bir kunda. Kunning ichida. Endi nemish qilganda bir tarafda film o bir vazifa. Mayada tomoshabinlar Tomoshabinlarning kulgisi bor. To'g'ri. Rahmat. Beni kutib atgan. O'ylab baksam, men o'zim bolalarim bilan 5-6 yil o'tdi, Roziyat Qurbayevni birga o'tkazib bakmoqdiman. Tomoshabinlar, to'rdoshlar, biz doim sahnada, ekranda bo'lsin, mana Abdukerim kamga o'xshash san'atkorlarning kulgisini ko'ramiz. To'g'ri. Lekin ularning turmushda, ya'ni sahnadan boshqa vaqtdagi jafo mushaqqatini tortgan qiyinchiliklarini bilmaymiz. Kulgining kayinida Abdukerim kamdek san'atkorlarning qanchalik jafo mushaqqati bor, qanchalik azob oqibatlari bor. Biz shuni tushunaylik. Shunlashqa har qatam san'atkorlarimizning asrini, natijasini ko'rgan vaqtda ularni tanqidlash emas, qusur izlash emas, eng muhimi madad berib, yaxshi bo'lgan, qimmatli bo'lgan taklif fikrlarni